xotirlash kuni bo'ldimi, xotir va qadrlash kuni bo'ldimi, kechadan oldin kuni bo'ldi. O'shanga bugun biz o'tganlarni xotirlab, bittaligiga oramizda yo'qlardi. Xotirlar to'planib, mana hozir. Hozir bugun shunday bo'lib ketdi. Hech kim bormagan joylarga. Bugun hech kim bormagan, hatto sizlar ham ko'rsatmagansizlar bu kanalda. Bunaqa video bo'lmagan hech kimda. Bo'lmagan. Serios bo'lmagan. Kanalda deb. Maydalar bunaqa hozir bo'ldi deganda shu piyozni ushlasangiz yog'i ko'rinadi, yoki odam tiniq ko'rinadi. Shunaqangi darajada bu to'g'ri bo'lgan. Yoki shogirdlardan qolganlar bo'ldi, ketganlar bo'ldi. Misol ish faoliyatini umuman to'xtatganlar bo'ldi. Orada ancha to'xtatib turib, keyin yana qayta boshlaganlar bo'ldi. Mana Duvorga urishmas. Qishi urib qo'ysa, Ansur aka, duvorni. Mana usta biladi. Buzib, uni to'g'rilash mumkin. to'g'ri. Agar rangni noto'g'ri berib qo'ysak, ustidan boshqa rang berib to'g'rilashimiz mumkin. Oddiy misol, men 32-yil yana kalta bilan bo'lgan. Necha kadimda 32 o'zi necha kerak bo'ladi? To'g'rimasmi? Voy! Dilmurod-jon! Nechimi? Yaqin o'ndartmiz. 4-2. To'g'rimasmi tepada turib, pastdagi televizorni ko'ryapti. Ba'zilar televizordagi telefonni ko'ryapti. Abdumalik qiziqasan bu golga? Bu yerda Kimga bo'ladi chizadi? El Clasico deydimi? El Clasico, Real Madridga muxlis edi, kuz bo'yapti. Sovuqda ko'nga borib. El Clasico'mida Sizcha? Barselona yoki Real? Siz kimga muxlissiz? Yutganiga. Yutganiga. To'g'ri to'g'ri. Yutganiga. Sizcha bo'lsa? Men yutganiga. Muxlis emasman. Boburjon hozirchi? Realga har doim. Sizcha? Oxuni blokka. Gap yo'q. Hozir Xullas men umuman futbolga qiziqmayman. O'zim o'ynasam o'ynayman. Undaqada men to'g'risi qiziqmayman. Dangalada. Hozir maktab yarim soat bo'ldi o'tiribmiz. Mana hozir Fanta-Cola, Pepsi yesib olib qo'ygan non tugadi. Nonda bor. Ya, endi o'zimiz atrofimizda tugadida. Pastda baqir-chaqir bo'lyapti. To'polon bo'lyapti. Hamma televizorda oldiga o'tirib olgan. So'rlar, qoni to'la, hammasi mana o'tiribdi. Bu yerda mana Mansurbek, ba'zi Boburjon necha bo'layotdi, ovozi chiqarmasa ko'rib turibdi. Xullas bizga qizig'i yo'q. Bundaligi oddiy misol, men ko'proq paranda ham chiqaraman-ku, paranda qizmaydi odam ko'rmaydi-da. Bemor chiqaraman, bemor ekan chiqib ketadigan odam bor. Men haqiqatan futbolga qiziqmayman, lekin o'zim o'ynasam o'ynayman, lekin bu futbolga bunga baletchilik qilmayman, to'g'risi. Meni hozir rosa to'polon bo'layotdi. Bunasi esimga tushib ketdi. Men hojat edim. So'rinchi dedim, po'g'ir dedim, ishqil dedim, futbolga qiziqmaydi. O'tiribdi po'g'ir, men osh kuyib ketadi dedim. Aytdimi? O'tiribdimi? Qanaqa ishonmasangiz ko'rsating uni. Odamga qarang ko'pligini. Ma'zurlik ko'rsatib qo'ying. Oshdan yo'q, u osh po'g'ir pastda futbol tomosha qilyapti. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Po'g'ir oldiga o'tiryapti. futbol yomon ketyapti. Lekin bu yerda qaysi po'g'ri do'p kiyganmi? Yo'qotib qo'ygan Mana hurmatli obunachilar. Mana ekan po'g'ir. Mana yo'qotibdi. Bemalol. Ko'radigan shashliklar kuyib Ana ko'radagi shashliklar umuman kuyib ketdi o'zi. Endi bu yoqni bo'ladi. Endi Abdulatif shashlikka kelinglar. Ko'rasizlar. Osh qolib ketasizlar kecha. Osh qolib ketasizlar. Po'g'irni ayting. Po'g'irni. Xo'p, hurmatli obunachilar, Aslida studiyalarning bilan kelchilar-da. o'chirib qo'ying o'tdi. Seriyoz deyapti. Odamlar nima o'ylayapti, tushunmaydi. Bu Mo'saxon akamni bo'ladi. Namangan shahrida. Sizlarga qisqacha bir tanishtirib o'tay. Bu Boburjon, hoji, Toshkent ovozi. Anchadan beri ijtimoiy tarmoqqa chiqqan yo'q, chunki oila tashkiloti degan hayot va quvonchlar deydi-yu. Bu yoqqa o'qishga kirib olgan, o'qiyapti, Toshkentlu. Toshkent. Endi hozir Boburjon Toshkentga ketganligi uchun o'sha tashqarida zeriktirib qo'ymaslik uchun zargan. Birmajon hoji bu yoqda tuya sutida jigar suyozlab uni davolayapti.
Boburjon hoji yo'qligini bildirmay turibdi, xudo xolasa. Abdumalik hoji o'zgina otpuskga chiqqan hozir. Ha? Katta hajdan keyin xudo xolasa faoliyatimizni davom ettiramiz. Xudo xolasa. Operator Mansurbek Mansurbek. Meni aytyapti. Meni aytyapti. Biz ham yetib keldik. Yozyovon keldik. Bundan oldingi albatta videolar, ajoyib videochalar bo'lgan. Hali hattoki ChatGPT ham bilmas ekan. ChatGPTga zaпрос berganmiz, u videoni ko'rasizlar. o'sha joyda ko'rsatdik. Yozyovonga. ChatGPT programma bor-ku. Nima berdinglar savollar? Yozyovon. Yo'q, qiziq bo'lmay qoladi. Mansurbek o'ziga o'tdi. Aytmang-da u narsani. Ko'ramizda, nima savol beringlar chat. Yo, sizlar ham ko'rishlar kerak. Bu qaysi kanalda ketadi? Mansurbek o'z kanalida. Va eksklyuziv videolar sizda bo'ladi. Hozir bugun shunday bo'lib ketdi. Hech kim bormagan joyda. Bugun hech kim bormagan, hatto sizlar ham ko'rsatmagansizlar u kanalda. Bunaqa video bo'lmagan hech kimda. Bo'lmagan, serios bo'lmagan. Kanalda deyapti, birorta kanal bilan. Yo'q, kanal bilan bormagan. Yo'q. Farg'ona kanali bor endi. Biz arlaqroqda yurdik. Anshada, xo'p. Xotirlash kuni bo'ldimi? Xotir va qadrlash kuni bo'ldimi? Kechadan oldin kuni bo'ldi. O'shanga bugun biz o'tganlarda xotirlab, bittaligi oramizda yo'qlardi. Xotirlab, to'planib, mana hozir oramizda yo'q Jahongir shogirdimiz ham mana katta hajga ketgan. Botirjon bor mana Ezgi Amal kanali. Shu ko'rasizlar. Yo'q, keladi-da yana. Ha, keladi. Shakarop keladi. Ha, bu Shakarobasmi? Yo'q. Ha, Shakarobda. Ha? Bu Toshkent. Bu o'zingizga alohida o'shanisini Ha, aytgan. bo'lmasa bu sizlarga ekan. Endi obunachilar, mana botirinsiz pomidorni maydalab to'g'rab, piyozni cho'tga qilib to'g'rab, haligi kim ko'rgan bo'lsa, men Jizzaxga borganimda просто tak o'sha po'rga sizlar borgansiz. Shuni aytganman, maydalab unaqa qilib bo'l deganda shu piyozni ushlasangiz, yog'i ko'rinadi, odam tiniq ko'rinadi. Shunaqangi darajada yuqqa to'g'ri borgan, piyoz qilsa tikka turmaydi-da, yonboshlab shunga turadi. Ashin tuzni sepib, qalampirlarni maydalab to'g'rab, shu ustiga tashab, tuzni to'rtta shu tashab qo'ygan, borguncha 3 tayda suvlar chiqib qo'ygan. Endi non tegisi yeydigan bo'lgan, somsonlarga qo'yib faqat salatda yeydigan darajada qilganda, haqiqatan. Esingizda bo'lsa, yana qaysidir joyga borganimizda ham xuddi shuni qilib bergandi, hozir eslolmayapman, lekin shuni joyiga qo'ygan. Shuni o'zi siz bilan ko'p qayerga borsak aytardingiz, shuni yana bir qilib berdingiz. Ha, Boburjon hoji yana kimdir ham bor edi, eslak. Sizlar nimadir ovqat chaqiruvlar, ham ovqat chaqiruvlar-ku. Ha, 5 barmoq. 5 barmoq. 5 barmoq yeymiz, maytumonni qiymayman. Menga illik olib keling dedim. Endi illik ottiga, endi o'zlarining ovoz so'yadi, ottiga suvlarni hammasini tashlab qaynatgan. Endi so'yib unday siz go'shtni ajratib chiqadigan darajada bo'lganda, endi ichidagi illiklar o'rasiz. Non orasida bitta qo'qsi tushadi, deb turib yesangiz. Ha? Keyin nima deydi? Mana u Boburjon o'zidan oldin ovqat turibdi, men ovqatimga aytdim. Men bekozaga siqqanman. Bekozaga siqqanman, ajna qilgan o'g'longa menga boshqa ko'rinyapti deydi. Oldin ovqatni o'sha kelgan. Ana, Bir baloga tushadi. Samarqandda zavtrik deb aytaylik. Samarqandda zavtrik. Nima bo'lgan? Samarqandda zavtrikka tayyorlaninglar bolalar dedi. Hamma shogirdlar olib borib pastga tayyorlab qo'ydilar dedi, bo'pti deb. Endi zavtrik bo'lsa bo'lsin deb shu olib nonushtaga hamma shashlikdan aytib qo'yishdi. Esladsiz? Ana o'ynaqadami? Temur otada. Yo'q. O'ynaqa dedi. Dovud filmni oldida gostinitsada qoldik-ku. Ular video qilinglar dedim. Qanaqa video qilamiz dedi. Endi u ko'p yangi shogird edi. Shu tushlardim, shashillarni unday bittadan pishirsalar dedim, video bo'ladi desam, al sarda tutunlar boshqa chiqib, o to'g'dikini boshqa qo'toq mangalik tiro tepadan deb qarasam, mana bunaqa shu video qilishyapti. Kuldiradi u. Kuldiradi. Kuldiradi. Men o'zida gaplashgan bo'lsa kerak, bo'pti men desam, keldi, ustoz oldida hamma yo'q qo'yib qo'yishga, hammasi menga patot qo'yapti. Ha, oila salom oilalarga dedik, boshqa patan qildik. Keyin u turib bitti bo'lib, yo'q, o'zim kasb o'zim olib keldim.
Ha, siz ideyani bergansiz. Ideyani berganman. Tushirib olib kelgan. Itoga qo'yaylik bo'lasiz. Ha. Yani yekingacha video qilyapti-da. Kasalman qolib ketdi. Ammo tashqarida moshina o'tirishyapti. O, ana. Gap yo'q edi. Ajoyib shogirdlar bordi. Ha, bu davrlar ham bir o'tdi. Yaxshi davrlar. O'tgan kunlarni bir eslab deymiz-ku. To'g'ri. Yaxshi kunlar o'tgan. Bundan keyin xudo xolasa yaxshi kunlar bo'ladi, xudo Xudo xolasa. Inshaalloh bo'ladi. Sabr, xudoga sabr inshaalloh. Yaxshi kunlar o'tgan, yaxshi shogirdlar chiqdi. Yaxshi shogirdlar ichidan qolganlar bo'ldi, ketganlar bo'ldi. Misol ish faoliyatini umuman to'xtatganlar bo'ldi. Orada ancha to'xtatib turib, keyin yana qayta boshlaganlar bo'ldi. Mana Misol uchun men ertaga xudo xolasa Toshkentga ketib boshlayman kompyuterlarni olgan ekan. Anasiyo deb boshlayman. Men ham mana Mansurbek o'z kanalim kattasi yopilib ketgandi. Hozir mana men ham boshladim, 11 mingga yaqin bo'lib qoldi. Men ham boshladim-ku misol. Chiqyapti Mansurbek o'zi. Ha, Mansurbek o'zi desangiz chiqadi. Chiqadigan qizlar bor. Ha, chiqadigan qizlar. Lekin endi bloger inson baribir yuz bilan chiqib tursa, hurmatli obunachilar, baribir chiqish kerak ekan. Endi guruch kurmaks bo'lmaydi degan singari kommentda ham yaxshi insonlar juda ko'p ekan yozishyapti. Yomon insonlar ham tan joyida sog' bo'lsin. Ilohim umringiz sog' bo'lsin. Endi sizni orqangizdan gapiradigan odamlar sizdan qo'rqadi-da. Ha, Sizdek bo'lolmaydi. Shuning uchun. O'shuncha ularga e'tibor qilmang. E'tibor qilmang. Orqada qolaveradi, gapirib qolaveradi. Siz oldasiz. Chunki sizdek bo'lganda keyin tushunadi. Shuning uchun siz oldasiz, har doim olda bo'lib yuravering. Mana bugun ham sababli desa bo'lmaydi. Mana sababli ham emasda, o'zidan o'zimiz uyushib ketdik. Mana misol Boburjon bir eslab telefon qildik. Yaxshi bu ham bu Farg'onada ekan. Keyin u ham Dilmurodjon, bu Abdumalik. Aslida biz ikkalamiz kelib yo'lga kelib Anvar akani xonadonlarga kirib, просто akam ham ustozim bo'lgan, ham mana yuzimni taniltirgan inson shu. YouTube borasidan deya olmasam ham juda ko'pchilik insonlar shu narsani yozasizlar, boshqa qilasizlar-ku. Lekin yuzim borasidan taniltirgan shu inson. Chunki Mansurbek o'z qilib taniltirgan bu Oxunov TV. Chunki men ustoz deb hisoblayman. Shu tomondan. O'shaning uchun onda sonda kelib turaman. Oldinlar kanalim yo'qligida kanalda endi ko'rsata olmasdim. Endi kelgan paytimda shu bitta yarimta videolarni kanalda chiqmagan videolarni, siz o'zingiz ham ko'rsatmagan videolarni meni kanalimda chiqyapti. Bugun ajoyib video bo'ldi, xudo To'g'ri. Ko'rasa. Keyin ko'pchilik aqabaqa chiqmay qo'ydi. Qo'l pishib, qo'lni bir tomonga qo'yib olaylik, xudo xolasa. Keyin biz ham sekin, xudo xolasa chiqamiz. Aynen filan. Aynen. Abdumalik Hojiboyni Dilmurodjon hoji ham ishsiz boylangan. Endi to'g'ri tushunish kerak. 3-4 kunga borib berish mumkin, lekin uzoqroqqa ketolmaydi. Chunki bu yerda kasal bor, boshqa bor, Hindistondan qolib ketgani bor, pul yetmayotgani bor, bitta jigar siroz, teshib, boshqa bittasi noto'g'ri ichib qo'ysa, unisini to'g'rilab qo'yib, ana shunaqa nuqul kasallar. Lekin men o'tgan safar bordik-ku, testiga. Qon ichib ketgan holatim, birinchi holatimi, keyingi holatim. O'zgarish juda katta. Endi ishonish kerak-da. Ishonib, chin dildan ishonib borish kerak. Bo'larmikin, bo'lmasmikin deydigan bo'lsa borish kerak. To'g'ri. Keyin ustoz bitta gap endi shu orada kasallar haqida gapirib qoldik. Ichimizda balki kasallar ko'rib turayotgan bo'lishi mumkin, balki negativchilar ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Men bitta gapim borda, bu duvol urishmas. Pisha urib qo'ysa, Mansur aka, duvolni. Mana usta biladi. Buzib, uni to'g'rilash mumkin. To'g'ri. Agar rangni noto'g'ri berib qo'ysak, ustidan boshqa rang berib to'g'rilashimiz mumkin. Bu telefon buzilib qolsa, noto'g'ri zapchasi qo'yib qo'ysa, qimmat telefon bo'lsa ham ochib o'sha zapchasini topib kelib o'rnatish mumkin. Lekin bu insonning sog'lig'ida bitta xato, bitta inson nobud qilib qo'yishi mumkin-da. Hali negativchilar bir narsani yozishdan oldin ozgina o'tgan safar video qo'ygan ekansiz, bitta-ikkita yozishibdi. Ularga ham aytdim, baraka topkunlar, bu inson sog'lig'i telefon yoki xolodilnik yoki qurilish emas. Har bir qo'yayotgan qadamni, o'sha uchun men aytaman, har bitta insonga Xudoga shukr, Anvar akam yo'nalishlarni bo'lib bergan. Hamma o'zini yo'nalishida ketadi. Lekin qanaqadir menga shu bemorlar bilan ishlash yoqqanligi uchun, bemorlar bilan, chunki boshida men kelganda bilsangiz, bemorlar bilan ishlardim. Bunaqa uy loyihalar qilinmasdi. Mana dala chetidan keyin biz qo'shilib boshladik. O'sha bo'yi keyin biz Anvar akam bilan qurilishga ungacha faqat bemorlar bilan ishlagan. O'shanchalik bemorlar bilan ishlagan uchun men birinchi kelganda
Anvar akaga bir gap aytganman-da, Anvar aka men sizni obunachingizman, sizga havas qilaman, shu qilayotgan ishlaringizni havas qilaman, shogird oling deb kelganman. Endi agar maqsadni pulga qaratib men yo'nalishimni o'zgartirib ketsam, bunda boshda berilgan va'da bor-da, laps, erkakda laps degan narsa bor-da. Chunki mana Abdumali guvoh, men kelganda Anvar akam bilan Abdumali o'tiradi. Abdumalida oldida soatlab o'tirardim. Anvar akam qachon keladi? Noto'g'ri bo'lsa, To'g'ri. soatlab o'tirardim-da, Anvar akam qachon keladi, kelsa ko'rishtirgan, meni gaplashib 500 ming so'm oylik bergan. Mana yolg'on bo'lsa aytsin, bir mahal ovqatingni beraman degan. 2 yil shogird bo'lib yurasan degan. 500 ming oylik beraman. O'zingni ustingda o'zing ishlab ko'rsatib, o'zingni noningni topasan degan. Lekin harakat qilganman 3 oyda alhamdulillah shu Xudo yuzimizni siq ko'rsatdi, o'zimizni mehnatimiz bilan, xatti-harakatimiz bilan ko'rsatdik. Keyin shu Oxunov vlog kanalining ochilishiga sababchi bo'lib shu kanalni yaratib berdi. Asoschisi-da endi. Nima demoqchiman? Labs berilganda. Chunki ertaga pulni deb boshqa narsani unutsak, u nomardlik bo'ladi-da. Noto'g'ri bo'lsa aytinglar mana ko'pchilik. Kommentariyada ham qoldiringlar. Endi hoji Mavlono rahmat shu labizda turib boshqa qilaman shu hozirgi kungacha telefon qilib ustoz deysiz, mana men so'ragan bo'lganlar ham Boburjon hoji chaqirsa yo'q deb shular keladi. Qolganlar ham. Oddiy misol mana 32-yil yana kalta bilan bo'ladigan. Necha ekardimizda 32 bo'lsa necha kerak bo'ladi? 96-97 ga bordi. 32-yilda oddiy misol. Bugun mana Mansur bilan bez video, ya'ni ko'pchilik so'raydi, bu nima bo'ldi? Hayotmi? U bo'lsa so'raydi. Hayot. Bugun mana Mansur bilan Musonaga bilan kirib, bez video xabar olib, gaplashib o'tirdik. O'sha paytda Namanganni bir bolasida she'r aytardi, qo'shiq aytardi. Mansur tanimadi. Qarachilikda. Tanimadi. Ha, qarachilik. Biz yoshimiz-ku. Ajada. Esdan chiqarib Mansur umuman tanimadi, esdan chiqarib olibdi. O'shuning uchun eng dunyoda tez unutiladigan narsa bu yaxshilik. O'shuning uchun bu gapingizga qo'shilaman. O'shuning uchun tez unutiladigan yaxshilik. O'shuning uchun yomonlikni misol uchun o'ylaysizlarmi, yo kommentariyaga yomonlayapsizlar, o'sha yaxshiliklardan bir eslab qo'yinglar. Chunki qancha yaxshilik qilsangiz ham, oddiy misollar, ozgina yomonlik qilib qo'ying, 1000 yaxshilik qilsangiz ham o'sha baribir deydi, u pidaraz deydi. Mana bizlar pidaraz ishon qilgan deydi. Lekin shu yaxshiligingizni eslamaydi. Yo'q, mayli o'sha yomonlikni qilganingizga dalili bo'lsa mayli. Asos bo'lsa mayli. Asoslab, dalillab qo'ydi. Men pas. Asossiz gumon imondan edi. Men yana aytaman, o kuni aytdim sizga ham haligi. O'sha menga tuhmat qilganda ertaga oxirat bor, men osilaman mana shu yerga. Men ochiq aytaman. Osilaman. Yo'q, tuhmat qildimmi? Dalil keltirsin, musulmonmi? Gumon qildimmi, imondan chiqdi. Bo'lmasa iymonini yangilasin. Men ham necha marta telefon nomerlarimgacha berdim. Masurbek, xullas. Ashna odamlar kelib menga gapiringlar. Chiqsin. Ha, xudo xohlasa testdan peshabdan aralashib ichirib qo'yib yaxshi bo'ladi. Yo'q, men sizga shogird bo'lmasdan oldin kim edi? Hali rossiyalik siyosatchi bloger hozir turmada o'tiribdi. Sizga tuhmat Barakov degan zot bor edi. U xalq dushmani-da, u tan olish kerak. Mana hozir qamalib yotibdi. Bir mahalla Anvar akamga tuhmat qilgan. Men unda obunachi deb qo'ydim. Anvar akam haqiqatda shunaqa odammi? Ishonib o'rganman men. Lekin oxiri isbotini chiqardi. Ketdi. Endi o'zim guvoh bo'lganim, endi ismini aytmayman, hali 3 tasi chiqdi. Oxunov usan, Oxunov busan, Oxunov usan deb rosa bir Oxunovnikiga qiziqib ko'rishdi. Oxiri evaziga nima qilishdi? O'zlari kirib ketdi. Qani o'sha yuribdi-ku, o'sha kamanda, o'sha ishimiz, o'sha. O'shalar xotirlab o'tirib bizdan. O'shalar xotirlab. Insof. Eslab qo'yish kerak, shunaqa odamlar, deb eslab qo'yish kerak mayli. O'zidan yaxshimisizlar, Tanzollar hisob bugun shogirdlar bilan to'planib, o'tiribmiz, gaplashib, dildan suhbat deydi. Mana shu kunlar ham g'animat, bir kun Boburjon bir narsa tashladi menga. Dilmojon hozir hammamiz bor edik-a, u hayronda. Qani o'sha telefon menga tashlagan joyingizni qo'yib bering. Ha, men ko'rsatdi. Shu ba'zi vaqtda zerikib ketgan vaqtlar, charchagan vaqtlar. Sog'inarkansan? Tasda telefonni ashuncha kunda istoriyaga kelib turadi. Bunasi ham tarixda qoladi deb aytganman o'shanda. O'shanda aytilgan ekan, haqiqatan. Videoda aytilgan ekanmi? Videoda aytilgan ekan, borib. Meni istoriyalarim ko'p yo'qolib ketdi-da, narkoman yo'qolib ketdi-da. Juda ko'p istoriyalarim bor. Manda. Jimayda saqlab qolish kerak-da.
Jimaylar to'g'ri bo'lyapti-da. Jimay saqlab qolsa, videoni to'xtab olsa bo'ladimi? Yopilib ketsa. Ha, to'xtab bo'ladi. Yo'q. Agar o'sha telefoningizda bo'ladigan bo'lsa, o'zlarini vasiyat qiladigan programma ham bor-ku. Hammasini qilmasa ham, o'zini vasiyat qiladigan joyga qilsa bu programma. Kompyuterdagi nima? Telefondagi. Bir ashar programmaga ham bitdi-ku. Biz oldin tabrikga borib, tabrikni o'chirib olib, yana qaytib Ha, bu yomon bu. Ha, siz. Yani karzingadan dollar olibsiz. Ba'zi joy to'q bo'ladi, karzinga degan o'sha karzinga tushib qo'yadi. Jajab, eshitamiz. Obunachlar. Katta qilaylik ekranni. To'xtang, katta qilaylik. Katta bo'larmikan bu? Bo'lar. O'sha videoni menga tashladi. Bizda har bir narsadan yaxshi bor. Bu o'tirishimiz ham, bu yurishimiz ham nima deydi? Bir g'animat. Chunki bu tarixda qoladigan narsalarda. Ayrimda to'xtadik. Necha yil bo'ldi? 2 yil bo'ldi? O'tdi, 2 yildan. 2 yil o'tdi. Bu eslasangiz Andijondan kelayotgan vaqtimizda qayerdandir Andijondan Namangandan kelayotganimizda, Andijondan kelayotganimizda o'shda o'tirib ichganmiz. O, netdan o'sha ayol. Ulug'norga kirib kelishdi, sariq suv. O'sha o'y tarafda edi. Eng qizig'ini aytib beraman. Obunachilar sizlar ham eshitdinglar. Bu qiziq voqea bo'lganda, Mansur aka sizni xabaringiz bormi, yo'qmi? Uyda yotibman. Vaqt telefon qildim. Ota-aka, tezda yetib kelayotgan. Mana shundoq sazonlar yuribdi. Vay. Jidatayda dedi, bu Anvar akam ish buyurgan, bular Jidatayga borgan, kirib ketishyapti, Zakanni bo'yidan kirib boradi. Baliq ko'rib qolishgan. Dedi, turlarni oldik, bos degan baliq desa, men to'g'risi o'g'ga jonimni beraman. Borsam, shu o'g'limni tizzasidan keladi-da, xullas endi hali qog'ozga oladi. O'g'limni tizzasidan keladi, Zakan. To'rt ilishim kerak ekanligi joyga. To'xtinglar dedim. To'rda o'radimda o'zim yechinib Zakanga tushib, qamishlar orasida o'tirib, bunday baliq ushladim. O'zi Zakanda 5 dona karas bor ekan. Hali o'lib yotib, qamishlarga kesilib, qamishlar orasida balchiqlarga botib, hali baliqni quvlar ushlab tepaga otdim. To'playlar. Eski tifal topib oldi bu Zakanda bu edi. Hali unga suvda olibdi. Rahmim kelyapti, qo'yib yuboring dedi. Men bilasizmi necha kilometrdan rasxod qilib bu baliq tushayman deb balchiqlarga tushib, qamishlarga tilinib, haligini zo'r birantasi tushgan-ku suvga. Ushab chiqsam, menga rahmim kelyapti, tirik tashlab yuboraylik dedi. Ha, unda qana, o'lcha bo'ldi degan yomon bo'lgan. Shunaqa. Bu tugadi. Mayli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalarga rahmat. Charchamaylar. Sog' bo'linglar.